Ichki ishlar organlari xodimining har bir tongi yuksak mas'uliyat, qat'iy qasamyod va burchga sadoqat tuyg'usi bilan o'tadi. Ularning kundalik faoliyati shunchaki xizmat emas, balki jamoat tartibini saqlash, har bir fuqaro ko'nglida xotirjamlik uyg'otish hamda huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan fidokorona kurashdir. Bugun biz ana shunday sharafli va mashaqqatli kasbni ko'ngil amriga aylantirgan inson, yurtimizning eng chekka va o'ziga xos hududlaridan biri Uzun tumanining Bobotog' tog' tizmasi ortida xizmat qilayotgan soha vakili haqida so'z yuritamiz. Ulug'vor Bobotog' tizmalari ortida qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh bo'lgan Bobotog' mahalla fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori kapitan Abduvosit Ismatovning bir kunlik qizg'in ish faoliyati sahifalariga nazar solamiz. Bizning kunlik qiladigan ishlarimiz ertalab soat 8 da turib, mahalla raisi bilan birgalikda yig'ilish o'tkazib, mahalla yetkazilgan belgilangan tartibda ishlarni bo'lib, kelishgan holda ishlarni tashkil etib, fuqarolarning xonadoniga borib, xonadonlar o'rganib, fuqarolar murojaatini o'z vaqtida qonun doirasida bartaraf etishni choralarini ko'rib kelmoqdamiz. Undan tashqari, ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan fuqarolar holidan xabar olamiz. Ruhiy kasal fuqarolar doimiy ravishda nazorat qilib turamiz. Spirtli ichimlikka ruju qo'ygan fuqarolarni xabar olamiz va qonun doirasida choralar ko'ramiz. 2021-yil sentyabr oyidan beri Bobotog' hududida xizmat faoliyatimni olib bormoqdaman. Hozirda Bobotog' hududida xizmat faoliyatimni olib borish jarayonida muhtaram prezidentimizning birinchi sonli qarori bo'yicha ishlar tashkil qilganmiz. Bu borada ishlar tashkil qilishimizda har bir chora yuzasidan yo'l xaritalar ishlab chiqib, yo'l xaritada belgilangan fuqarolar bilan muntazam haftalik, oylik, kunlik ravishda ishlarni amalga oshiryapmiz. Mahalla yetkazilgan bilan birgalikda Bobotog' hududi bo'ylab yo'l xaritada belgilangan fuqaro, ya'ni profilaktik hisobda turuvchi fuqarolar, provatsiya hisobida turuvchi fuqarolar, ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolarni kun davomida o'rganib, yetkazilgan bilan birgalikda ushbu ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Ya'ni muhtaram prezidentimizning birinchi sonli qarori bo'yicha mahalla boy, ko'cha boy, xonadon boy ishlarni tashkil qilganmiz. Buni tashkil qilishimizdan maqsad huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish uchun ushbu ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Shu mobaynida mahalla hududida tungi xizmatga mahalla yetkazilgan birgalikda jalb qilinganmiz. Bundan maqsad huquqbuzarlik va jinoyatchilik oldini olish maqsadida jinoyat o'chog'i bo'lgan joylarga kameralar o'rnatib, savdo do'konlarini, choyxona, oshxonalarni muntazam ravishda tekshirib, ko'zdan kechirib, belgilangan vaqtda yoptirilib, mahalla hududida, ko'chada hududida va ko'chalarda qoldirilgan narsa va buyumlarni viktimologik profilaktika o'tkazib, fuqarolar o'zini chaqirib, topshirib, bu ishni qayta takrorlanmasligini tushuntirib o'tmoqdamiz. Prezidentimiz raisligida joriy yilda davlat va jamiyat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid solayotgan uyushgan jinoyatchilik, narko-jinoyatlar, kiber-jinoyatlar hamda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha o'tkazilgan video-selektor yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida Surxondaryo viloyatida ham mahallalarni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Chilonzor tajribasi asosida mahalla hududida ham aniq va amaliy profilaktik chora-tadbirlar olib borilib, aholi osoyishtaligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chilonzor tajribasi bo'yicha biz xonadonboy, mahallaboy, ko'chaboy ishlari bo'yicha ishlar tashkil qilganmiz. Hamda mana shu Bobotog' hududimizdagi, mahallamizdagi katta gavjum bo'ladigan joylarimizda kameralar o'rnatganmiz. Kameralashimizdan maqsad bu jinoyatchilikning oldini olish bo'ladi. Mahallamizning profilaktika inspektori Ismatov Abduvosit bu asosan mahallamizda fidoyi ishiga, fidoyi profilaktika inspektori ishlarini olib boradi, nazoratlarni kuchaytiradi. Xalqimiz o'rtasidagi mana shu jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha jonni fido qiladigan xodimlarimizdan bittasi sanaladi. Profilaktika inspektorimiz ishiga fidoyi hamda jamoamiz o'rtasida ham hurmat qozongan, jamoaviy ishlarimizda ham yordam qiladi. Hashar ishlarimiz bo'ladimi, mahallamizdagi yaxshi bir narsalarni tashkillashtirishlar bo'ladimi, hammasida to'liq yordam qiladi bizga. Kasbiga munosabati hamda insoniylik jihatdan mahallamiz o'rtasida
hurmat qozongan. Chegara hududlarda osoyishtalikni ta'minlash har bir xodimdan nafaqat kasbiy mahorat, balki yuksak hushyorlik, matonat va xalq ichiga kirib borish qobiliyatini ham talab etadi. Ichki ishlar organlari xodimlarining ana shunday kechani kecha, kunduzni kunduz demay ko'rsatayotgan fidoyiligi tufayli jamiyatimizda tinchlik barqaror bo'lib, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlari ishonchli himoya qilinmoqda. Zero sarhadlarimiz tinch, mahallalarimiz obod ekan, yurtimiz taraqqiyoti davomiy, xalqimizning ertangi kunga bo'lgan ishonchi mustahkamdir.